Mana hozir chorsiga rastada tepadan pastga chiqib tushib ish bilan yurdim. Mana vodiyni uslubidagi mo'ykalar. Qanuni varonkalari, barbekülar. Mana qo'lalar. Mana Toshkentda yasalgan, Toshkent uslubidagi mo'yka. Har xil mahsulotlar bor. Mana bu yerda ventilyatsiyaniki ham bor. Bu yerda asosan mana varonkalar chiqaradigan ukam ishlaydi bu yerda. Abdulatif. Yaxshimisan Abdulatif? Assalomu alaykum. Charchamayapsanmi? Mana bu yoqda samovarchi akamiz. Assalomu alaykum Soki. Bular eskidan samovarchi ustalar. Har yoqda mana mangal uzubi Jahongir ham bo'lamiz. Ibrohim bilan. Mana bular mangal bilan xalq xizmatda. Mana bunaqa tandirlar. Mana o'zi ham o'tiribdi. Ibrohim, yaxshimisan? Sonlari yaxshimi? Sonlardan. Jahongir. Haj video qo'yuvdim, sinovga kirib qoldim. Har yoqda samovarchilar, chaqchilar, nima xizmatlar bo'lsa, kelaverasizlar. Mana bu o'zimizning do'konimiz. Mana bizda qasqon, siqila, yo'lga dimoxotlar, oshxonaga vitishkalar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Mana akam ham ketdilar. Cho'lilar mana. Sonsa pazan narsalar ham bor-da, zixlar.